Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 70-darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Aziz do'stlar, biz siz bilan birgalikda qachonki present simple vaqtida fe'l bo'lmasa, to be fe'li bilan birgalikda tasdiq, inkor, savol va maxsus savollar bilan bog'liq misollarni nazorat ishi darslarimizda ko'rib chiqib, ularni mustahkamlab oldik degan umiddaman. Ya'ni o'z natijalaringiz haqida albatta izohlarda qoldiring va biz esa davom etamiz. Bugungi darsimizda biz siz bilan birgalikda biroz qiyinroq narsalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qiyin tarafi bu qachonki fe'l bor misollar va fe'l yo'q misollar birgalikda kelganda ham tarjima qilishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun keling biz siz bilan birgalikda bular bilan bog'liq misollar bilan mashq qilamiz. Deylik, misol uchun tarjima qilamiz. Bu men uchun qiziq. Bu misolimizda fe'l yo'q. Agar fe'l bo'lmasa, biz to be fe'lining shakllaridan mos ravishda foydalanamiz. Va darslarimizni sukut tarzida aynan qisqartirilgan shakllar bilan davom ettiramiz. Demak, bu, it's, qiziq, interesting, men uchun, for me. Bu men uchun qiziq, it's interesting for me. Endi boshqacha misol. Bu meni qiziqtiradi. Bu misolimizda esa fe'l bor va biz to be fe'lidan foydalanmaymiz. Natijada bu it qiziqtiradi. Qiziqish bu fe'l. Interest. Qachonki he, she, it bo'lsa, fe'lga s qo'shamiz. Natijada interests. Meni, me. Bu meni qiziqtiradi. It interests me. Yana qaytaraman. Ko'rib turganingizdek, fe'l bor, bu fe'l qiziqish, interest. Va qachonki he, she, it bo'lsa, biz fe'lga s qo'shamiz deb aytib o'tgan edik. Shuning uchun hushyor bo'lib kuzatishda davom eting. Lekin inkorda va savolda fe'lga s qo'shmaymiz. Unutmang, s faqat tasdiqda. Endi inkorda aytamiz, ya'ni salbiy shakl, fe'l yo'q holatda. Bu men uchun qiziq emas. Bu emas, ya'ni fe'l yo'q, shuning uchun bu emas. It isn't qiziq, interesting, men uchun. Bu jumla for me. Bu men uchun qiziq emas. It isn't interesting for me. Boshqacharoq aytamiz, ya'ni fe'l bilan birgalikda inkor. Deylik, bu o'g'il bolaga nisbatan uni qiziqtirmaydi. Bu misolimizda fe'l bor, ya'ni biz bu emas deb aytmoqchi bo'lsak, unda o'ylashimiz kerakki, fe'l bo'lsa inkorda don't yoki doesn't. Agar fe'l bo'lmasa, to be fe'lining shakllaridan albatta mos ravishda foydalanishni. Demak, misolda fe'l bor va bu it, unda inkorda doesn't. Tarjima qilamiz. Bu it qiziqtirmaydi. Doesn't interest uni, him. Bu uni qiziqtirmaydi. It doesn't interest him. Savol. Fe'l yo'q holat. Bu sen uchun qiziqmi? Fe'l yo'q.
Shuning uchun bu savolda is it. Qiziqmi? Interesting. Sen uchun for you. Bu sen uchun qiziqmi? Is it interesting for you? Savol. Fe'l bor holat. Bu seni qiziqtiradimi? Bu fe'l bor, shuning uchun tanlashimiz kerak do yoki does. Bu it demak does va natijada savolda bu does it qiziqtiradimi? Interest seni you. Bu seni qiziqtiradimi? Does it interest you? Savol. Fe'l bor holat. Nega? Bu qiz bolaga nisbatan uni qiziqtiradi. Nega? Why? Bu misolda fe'l bor mos ravishda do yoki does. Qaysi biri? Bu it demak does va natijada savolda bu does it qiziqtiradi. Interest uni her. Nega bu uni qiziqtiradi? Why does it interest her? Savol fe'l yo'q holat. Nega bu sen uchun shunday qiziq? Nega? Why? Bu misolimizda fe'l yo'q. To be fe'lining shaklidan mos ravishda foydalanamiz. Bu it. Demak it savolda bu is it. Shunday qiziq so interesting sen uchun for you. Nega bu sen uchun shunday qiziq? Why is it so interesting for you? Boshqacha misol aytamiz. Tasdiq ma'nosida va fe'l yo'q holatda. Bu juda muhim. Misolimizda fe'l yo'q, shuning uchun to be fe'lining qisqartirilgan shaklidan mos ravishda foydalanamiz va natijada bu it's juda very muhim important. Bu juda muhim it's very important. Endi tasdiq ma'nosida fe'l bor holatda aytamiz. Bu juda muhim tuyuladi. Bu it tuyuladi. Bu fe'l seem. Diqqat qiling, qachonki he, she, it bo'lsa, fe'lga s qo'shamiz. S bilan seems juda very muhim important. Bu juda muhim tuyuladi. It seems very important. Xo'p, ko'rib turganingizdek, alohida tarjima qilish oson, lekin hozirgidek birgalikda biroz qiyinroq. Ya'ni adashmasligimiz uchun ham qachonki bunday misollar birgalikda kelganda mashq qilishimizga va ko'proq darslarni eshitishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni Telegram kanalimizda har bir darslarimizning alohida bir audiosini topishingiz mumkin. Telegram va Instagram sahifalarimizning manzillarini esa siz video ostidan topasiz. Demak, so'zlarni qaytaramiz va undan keyin darsimizda davom etamiz. It's interesting for me. It interests me. It isn't interesting for me. It doesn't interest him. Is it interesting for you? Does it interest you? Why does it interest her?
Why is it so interesting for you? It's very important. It seems very important. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Inkorda fe'l yo'q holat. Bu muhim emas. Fe'l yo'q, shuning uchun bu emas. It isn't muhim. Important. Bu muhim emas. It isn't important. Ya'ni inkor ma'nosida, ya'ni salbiy shaklda aytamiz. Fe'l bor holat. Bu muhim tuyulmaydi. Bu it tuyulmaydi. Doesn't seem muhim. Important. Bu muhim tuyulmaydi. It doesn't seem important. Savol va fe'l yo'q holat. Bu haqiqatdan ham shunday muhimmi? Fe'l yo'q, shuning uchun bu. Is it haqiqatdan ham? Really shunday muhimmi? So important. Bu haqiqatdan ham shunday muhimmi? Is it really so important? Endi fe'l bilan birgalikda savol. Bu muhim tuyuladimi? Bu fe'l bor, shuning uchun bu. Does it tuyuladimi? Seem muhim. Important. Bu muhim tuyuladimi? Does it seem important? Savol. Fe'l yo'q holat. Siz uchun nima muhim? Nima? What? Fe'l yo'q, shuning uchun to be fe'lining shakllaridan mos ravishda foydalanamiz. Nima? What? What sukut tarzida it'ni anglatadi. Shuning uchun is. Muhim. Important siz uchun. For you. Siz uchun nima muhim? What is important for you? Savol, fe'l bor holat. Nega bu shunday muhim tuyuladi? Nega? Why? Bu fe'l bor, shuning uchun bu. Does it tuyuladi? Seem shunday muhim. So important. Nega bu shunday muhim tuyuladi? Why does it seem so important? Juda yaxshi. Endi biz siz bilan birgalikda boshqacha misollar bilan mashq qilamiz. Fe'l yo'q holat. Tarjima qilamiz. Bu usul juda samarali. Bu usul. This method. Juda, very, samarali, effective. Xo'p. Demak, bog'liqlikdan to'g'ri va mos ravishda foydalanishimiz kerak. Bu usul. This method. Qaysi olmoshga tegishli? Bu jonsiz, ya'ni it. Demak, it unda is. Va natijada bu usul juda samarali. This method is very effective. Shunga o'xshash boshqacha misol. Fe'l bilan birgalikda aytamiz.
u usul juda samarali ko'rinadi. U usul, that method. Ko'rinadi. Ko'rinadi bu look. U usul, that method it'ni anglatadi. Qachonki he, she, it bo'lsa, fe'lda s bo'lishi kerak. S bilan looks. Va natijada u usul ko'rinadi. That method looks juda samarali, very effective. U usul juda samarali ko'rinadi. That method looks very effective. Fe'l bilan birgalikda inkor, ya'ni salbiy shakl. Tarjima qilamiz. U usul shunday samarali tuyulmaydi. U usul, that method tuyulmaydi. U usul, that method, qaytaraman, it'ni anglatadi. Shuning uchun tuyulmaydi. Doesn't seem. Va yana qaytaraman, inkorda va savolda fe'lga s qo'shmaymiz. U usul tuyulmaydi. That method doesn't seem shunday samarali, so effective. U usul shunday samarali tuyulmaydi. That method doesn't seem so effective. Fe'l yo'q misol va inkor. U usul samarali emas. U usul, that method emas. U usul it'ni anglatadi va fe'l yo'q, shuning uchun emas. Isn't samarali, effective. U usul samarali emas. That method isn't effective. Boshqacha qilib inkorda aytamiz, ya'ni bir so'z bilan samarasiz deb. U usul samarasiz. U usul, that method. Samarasiz bu ineffective. U usul it, shuning uchun is. U usul samarasiz. That method is ineffective. Fe'l bilan birgalikda inkor. Bu uy shunday chiroyli ko'rinmaydi. Bu uy, this house, ko'rinmaydi. Bu misolda fe'l bor. Bu uy, this house, jonsiz bu, ya'ni it'ni anglatadi. Demak, ko'rinmaydi. Doesn't look shunday chiroyli. So beautiful. Bu uy shunday chiroyli ko'rinmaydi. This house doesn't look so beautiful. Fe'l bilan birgalikda savol. Bu yanada samarali tuyuladimi? Xo'p. Joy ajratamiz. Tarjima qilamiz. Bu yanada samarali tuyuladimi? Bu fe'l bor, shuning uchun bu savolda does it. Tuyuladimi? Seem yanada samarali. Bu jumla more effective. Bu yanada samarali tuyuladimi? Does it seem more effective?
So'zlarni qaytaramiz, undan keyin darsimizda davom etamiz. It isn't important. It doesn't seem important. Is it really so important? Does it seem important? That method is ineffective. What is important for you? Why does it seem so important? This method is very effective. That method looks very effective. That method doesn't seem so effective. That method isn't effective. This house doesn't look so beautiful. Does it seem more effective? Davom etamiz. Savol: fe'l-bor holat. Do yoki does tanlashimiz kerak mos ravishda. Bu uy yanada chiroyli ko'rinadimi? Bu misolda fe'l bor va bu uy, this house. Bu uy, this house, jonsiz bu, ya'ni it. Demak, does. Bu uy, does this house ko'rinadimi? Look, yanada chiroyli, more beautiful. Bu uy yanada chiroyli ko'rinadimi? Does this house look more beautiful? Savol: fe'l yo'q holat. Bu yanada samaralimi? Fe'l yo'q, shuning uchun savolda bu, is it, yanada samaralimi? More effective. Bu yanada samaralimi? Is it more effective? Savol: fe'l yo'q holat. Bu uy yanada chiroylimi? Fe'l yo'q, bu uy, this house. Bu uy, this house. Jonsiz bu, ya'ni it. It. Demak, savolda bu uy, is this house. Yanada chiroylimi? More beautiful. Bu uy yanada chiroylimi? Is this house more beautiful? Tarjima qilamiz, tasdiq ma'nosida aytamiz. Fe'l yo'q holatda. Bu uy kattaroq. Bu uy, this house. Kattaroq. Katta umuman olganda bu big, kattaroq esa bigger. Bigger. Bu uy, this house, jonsiz bu, ya'ni it. Demak, bu yerda bog'liqlik is va natijada bu uy kattaroq, this house is bigger. Inkorda aytamiz, fe'l yo'q holat. U uy kattaroq emas. U uy, that house. Emas, isn't bo'ladi. Chunki fe'l yo'q va u uy, that house, itni anglatadi. Kattaroq, bigger. U uy kattaroq emas, that house isn't bigger. Tasdiq ma'nosida fe'l yo'q holat.
Mening inglizcham, ya'ni mening ingliz tilim yaxshiroq. Mening inglizcham, my English. Yaxshiroq, better. Tushunarli bo'lish uchun belgiladik. Mening inglizcham, my English. Jonsiz bu, ya'ni it. It demak is. Mening inglizcham yaxshiroq, my English is better. Savol fe'li yo'q holatda. Mening inglizcham yaxshiroqmi? Fe'li yo'q misolda va mening inglizcham, ya'ni mening ingliz tilim, my English, it'ni anglatadi dedik. Shuning uchun savolda mening inglizcham is my English. Yaxshiroqmi? Better. Mening inglizcham yaxshiroqmi? Is my English better? Boshqacharoq qilib aytamiz. Fe'l bilan birgalikda tasdiq ma'nosida. Mening inglizcham yaxshiroq tuyuladi. Mening inglizcham, my English, tuyuladi. Bu fe'l seem va mening inglizcham, my English, it'ni anglatadi. Qachonki he, she, it bo'lsa, fe'lga s qo'shishimiz kerak. Natijada mening inglizcham tuyuladi. My English seems yaxshiroq, better. Mening inglizcham yaxshiroq tuyuladi. My English seems better. Savol fe'l bor holat. Mening inglizcham yaxshiroq tuyuladimi? Fe'l bor va mening inglizcham it. Shuning uchun savolda mening inglizcham does my English tuyuladimi? Seem yaxshiroq, better. Mening inglizcham yaxshiroq tuyuladimi? Does my English seem better? Savol fe'l bor holat. Men ingliz tilida yaxshiroq gaplashamanmi? Fe'l bor va men bu I, demak savolda men do I gaplashamanmi ingliz tilida? Speak English yaxshiroq, better. Men ingliz tilida yaxshiroq gaplashamanmi? Do I speak English better? Tasdiq ma'nosida fe'l yo'q holat. Ingliz tili oson. Ingliz tili English oson, easy. Ko'rib turganingizdek, bog'liqlik bo'lishi kerak. O'zini aytish bu xato bo'ladi, ya'ni English easy deb. Ingliz tili ya'ni English. Jonsiz bu ya'ni it'ni anglatadi. Shuning uchun is. Ingliz tili oson, English is easy. Tarjima qilamiz. Odamlar ko'pincha ingliz tilini qiyin deb o'ylashadi. Lekin men shunday o'ylamayman. Joy ajratamiz bu misolimizga. Tarjima qilamiz. Odamlar, people, ko'pincha, ya'ni tez-tez, often, o'ylashadiki,
think that. Ingliz tili qiyin deb. Ingliz tili English, qiyin, difficult. Ingliz tili bu jonsiz, ya'ni it demak is. Lekin, but, men, I o'ylamayman, don't think, shunday, so. Odamlar ko'pincha ingliz tilini qiyin deb o'ylashadi, lekin men shunday o'ylamayman. People often think that English is difficult, but I don't think so. Odamlar deyilmoqda, birinchidan artikl yo'q, ikkinchidan vergul yo'q va uchinchidan esa so'zlarning tartibi aynan shunday. Bizda, ya'ni o'zbek tilida farq qilish mumkin, lekin ingliz tilida gapda so'zlarning tartibi juda muhim. Buni unutmang. So'zlarni qaytaramiz. Does this house look more beautiful? Is it more effective? Is this house more beautiful? This house is bigger. That house isn't bigger. My English is better. Is my English better? My English seems better. Does my English seem better? Do I speak English better? English is easy. People often think that English is difficult, but I don't think so. Juda yaxshi, davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men his qilamanki, ingliz tilida yanada yaxshiroq gaplashaman. Men his qilamanki, I feel that. Men ingliz tilida gaplashaman. I speak English. Yanada yaxshiroq. Much better. Men his qilamanki, ingliz tilida yanada yaxshiroq gaplashaman. I feel that I speak English much better. Va bu misolimizda ham vergul ishlatmaymiz. Davom etamiz, tarjima qilamiz. Fe'l bor holatda aytamiz. Tasdiq ma'nosida. Bu $40 turadi. Bu turadi. It costs. Qachonki he, she, it bo'lsa, fe'lda s bo'lishi kerak. Shuning uchun costs. 40 dollars. Bu $40 turadi. It costs $40. Endi esa fe'l yo'q holatda aytamiz. Bu $40. Bu it 40 dollars. Demak, bog'liqlik kerak. It natijada is, lekin biz qisqartirilgan shakldan foydalanamiz. Shuning uchun it's. Bu $40. It's $40. Fe'l bor holatda tarjima qilamiz. Bu €100 turadi. Bu turadi. It costs €100. Ya'ni so'zma-so'z tarjima qilinganda 100, 100, 100.
100 ya'ni 100 degani. Biz shunchaki keling shu joyda aytib o'taman tushunarli bo'lishi uchun 100 desak o'zini noto'g'ri. Biz yoki raqam bilan aytishimiz kerak yoki artikel bilan. Misol uchun 100. Lekin ko'pincha raqam bilan aytishadi, shuning uchun biz ham aynan sukut tarzida raqam bilan misollarni aytamiz va yozamiz. Yevro, euros. Bu 100 yevro turadi. It costs 100 euros. Fe'l yo'q holatda aytamiz. Bu 100 yevro. Fe'l yo'q to be fe'lining shaklidan foydalanamiz. Ya'ni it demak bu, it's 100. Ya'ni 100. 100 yevro, euros. Bu 100 yevro, it's 100 euros. Fe'l bor holatda aytamiz. Bu 200 dollar turadi. Bu turadi. It costs 2 to 100 dollars. Bu 200 dollar turadi. It costs 200 dollars. Va eslab qoling, 100 yoki million bo'lsa ham bu yerda s qo'shmaymiz. Endi fe'l yo'q holatda aytamiz. Bu 500 dollar. Bu fe'l yo'q, shuning uchun to be fe'lining shakli bilan mos ravishda albatta bu it's 5 100 dollars. Bu 500 dollar, it's 500 dollars. Fe'l bor holatda aytamiz. Bu 10,000 dollar turadi. Bu turadi. It costs 10,000 dollars. Bu 10,000 dollar turadi. It costs 10,000 dollars. Va yana fe'l bor holatda aytamiz. Deylik, bu 1 million dollardan ko'proq turadi. Bu turadi. It costs ko'proq, more, 1 million dollar, 1 million dollars. 1 million dollardan ko'proq turadi, ya'ni 1 million dollar, 1 million dollars dan degan so'z undan ko'ra deb tarjima qilishimiz ham mumkin. Bu so'z ingliz tilida than. Va natijada bu 1 million dollardan ko'proq turadi. It costs more than 1 million dollars. Inkorda aytamiz. Bu bunday pul turmaydi. Fe'l bor. Bu it turmaydi. Doesn't cost. Bunday pul, ya'ni bu pul. This money. Bu bunday pul turmaydi. It doesn't cost this money. Juda yaxshi so'zlarni qaytaramiz. I feel that I speak English much better. It costs $40. It's $40. It costs 100 euros. It's 100 euros.
It costs $200. It's $500. It costs $10,000. It costs more than $1 million. It doesn't cost this money. Aziz do'stlar, navbatdagi 70-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.